Menga qarang, siz qanaqangi professorsiz-da shuncha pulimni olib, men umuman ham immunitetim ham ko'tarilmadi-ku, 1 gram ham ta'sir qilmadi-ku. Qoningdagi xolesterin miqdorini bir deganda pasaytirib yuboraman dedingizmi? Dedingiz. Lekin umuman ham pasaymadi-ku. Xolesterinimga xolesterinim qo'shilib yotibdi. Hozirgi gapingizni qarang, yana bir kurs lichina olyapsiz. Siz mendan nechta buqani pulini olganingizni bilasizmi? 2 ta buqani sotib berdimmi? Berdim. Bitta ana g'unajinimni ham sotib berdimmi? Hammasini berdim. 1 gram ham umuman foydasi bo'lgan yo'q-ku menga. Nimaga unaqa to'polon qilib meni ana qilib asabimni buzasiz? Qanaqa professorsiz? To'xtab turgin hozir. Qara, men siz bilan buni qo'y. Nima problema? Ayting menga. Qo'ygin chayon, yerimga o'ynamagin sen ham. Ana professor falon pulimni oldi. Qoningizdagi xolesterin miqdorini kamaytirib beraman dedi. Immunitetingizni ko'tarib beraman dedim. Oshqozon hazm qilish organlaringizni yaxshilab beraman. 1 gram ham foydasi bo'lmadi, falon pulimni oldi. Buni bitta yechimi bor-ku.